bozordan yoki ko'chadan telefon sotib olganinglarda, sotib olgan iPhone'inglarni notebook yoki kompyuter orqali qanaqa tekshirib olishni o'rgatamiz. Videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buning uchun bizga TreeTools programmasi kerak bo'ladi. Telefonni notebook qilamiz. Sirasi program ishlab ketyapti mana. Загрузка bo'lyapti. Mana iPhone'ni chiqarib berdi. O'sha iPhone 7 modelini, gigabayt, ranglargacha chiqarib beryapti. iOS versiyasi 15.8.2 RAW regulargacha chiqarib beryapti. Hop, proverka kiramiz. Mana bu yerdan iPhone ma'lumotlarini chiqarib beryapti. iPhone 7 32 GB RAW regularni chiqarib beryapti. Bu tomondan galochka chiqaryapti, past X turibdi. Ya'ni olloqqa kamera ishlamayapti deyapti. Mana bu yerdan ham X turibdi. Ito'chaydan ham ishlamayapti deyapti. Bu yerdan ham X turibdi. Shunaqa qilib sotgan iPhone'inglarni mana shu program orqali tekshirib olsanglar bo'ladi. Programmaning nomi TreeTools.